Snifing lazer stanogida 10 mm, ya'ni 1 santimetrlik kesish jarayoni. Bu yoq kesish jarayoni. Uzunligi 6 metr, stolning uzunligi. Demak, bu boshqaruv kompyuteri. Boshqaruv kompyuteri demak, bu yerda qayerda qanday kesilganini ko'rish mumkin. Bu yerda nastroykalari. Bu demak 10 mm kesish uchun kerakli nastroyka. Shu holatda hozir kesilyapti. Samsung 6015 modeli 3 kilovatli. Shu holatda detallar qirqib olinyapti. Mana bular tayyor bo'layotgan detallar. Mana shu holatda detallar tayyor bo'lyapti.